gapiryaptimi? Gapirmayapti. Gapirishi ham kim? Dada deydi, oy deydi. Men ushlab berchiman. Ol buni. Qo'ling bilan ushlab shokolad beraman. Mana. Kel. Menga qarab ber. Endi to'g'ri tushunding, bu anomaliyada bu. Bunda miyachani qayta tiklab qo'yib bo'lmaydi. Bu yoqda bosh miyamizni miyacha degan modda bor. Ko'rasizmi? Qism bor. Ana o'sha ona homiladorlik vaqtida yaxshi rivojlanmagan, gipogeneziya deydi, majchoq. Homila ona qornida rivojlanayotgan vaqtida bo'lganda, mana bu yerda oqarib turgan joylarni ko'ryapsizlar, ha? Mana shu joylarda to'liq rivojlanmagan. O'zi normada unaqa to'la bo'lib bo'lishi kerak mana. Qorayib turgan joyi bu miyacha. Shu bu miyacha nima qism nima qilib beradi? Bizda muvozanatimizni yaxshilab berishga, harakatlarimizda, tushundingizmi? Nutqlarimizda ravon chiqishlariga yordam berishi. Asosan koordinatsiya, yurish, qo'lidan narsalarni olib og'ziga solishi va hokazolarga javob beradi. Bu gipogeneziya majchoq deydi. Mana bu yoqda mana ko'rib turibsizlar. Miyacha to'liq yaxshi rivojlanmagan. Bu diagnozlar mana shu ataksiya, aqliy va nutqiy rivojlanishdan orqada, bu og'ir darajada orqada qolish bilan kechadi.